Yaxshimisiz do'stlar, mana xo'sh bugun so'zlaydiganimiz o'zni yuksaltirishning siri. O'zni yuksaltirish deganimiz vang ziji, vang degandek. Vang. Bu film shu Xushola Wang degan bojuninki, shu o'xshash temadagi filmini tarjima o'rinlarining yordamida tarjimaga sundiq. Endi yana deydiganimiz bundaq falsafa, bundaq andaq samanda oldu, bundaq samanda oldu deganlarni sizlarga mana qilinglar degan gap emas. Faqat o'zimiz yoqtirgan mazmunni saqlab olib, bijining onda, xotirning onda, unikini bu xotirni biz naq maydonga to'kib qilgan yerimiz bor. Herkes ish yo'gitadigan ish yo'qmi do'stlar? Har bir odam o'ziga odam. Endi bu Xushola Wang deydi. O'zingizni bag'an siri yuksaltiradigan to'q sirini deb beray. Ya'ni Wang zida jug'imi deydi. Aytqinimda qisingizda kifoya deydi. Birinchisi, qalb harakatlansa osmon zamin o'zgardi. Bir odamning tili qancha zaharlik bo'lsa, kuni shuncha alamlik bo'ladi. Cho'nglar doim deydi. Asirtingni boshqalarga ko'p so'zlama. Ko'rgan kunlaringdan og'rinma deb turdi. Chunki to'xtamay vaysigan, og'ringan vaqtingiz dal o'zingizning cheyishisi, o'zingizning kallasini yuvayotgan vaqtdir. Bu cheyishi kallani yuvgan vaqtda o'zingizga qaytilab, "Voy menbek bechora, menga tizdan ish chaqirtinglar, menga istashlik qilinglar" degizarlaychi cheyishi. Kallangizda shundaq o'y paydo bo'ldimi? Badanmi shu xil tushkunlikka moslashga boshlaydi. Shuning bilan immun kuchingiz tuvallaydi, badan iqtidoringiz qalayim qilishidi, natijada bag'ansir zaiflashsiz. Sizning qilishga tegishli ishingiz asl nima edi desangiz, atrofingizdagilarga men intan yaxshi, kayfiyatim shunday pechet, ishtayim bilan hammish joyda deyishdir. Garchi hozircha unda bo'lib ketmasmi, shunda ta'kidlaversangiz, rostilla barbara yaxshilanib ketasiz. Tatib ekilisiz. Ne? Chunki bu dunyoda ko'zga ko'rinmaydigan ana shunday bir energiya chastotlalari bor. O agar o'y xiyollaringiz shu yaxshi chastotlar bilan moslashib o'rtaq tavrinsa, tilginni topadigan ishlarmi bo'ladi. Turmushingiz ana shundaq chog'da yaxshilandi. Bu birinchi maxfiyatlik. Ikkinchisi, chiroy qalbdan hosildir deydi. Odamning chiroyi 7 yilda bir, rangi ro'yi 7 kunda bir, ro'y kayfiyati 7 minut bir o'zgardi. Shunga chiroylik bo'lay desangiz, kayfiyatingizni yaxshi tuting. Giya o'lsa suvdan, odam ochiqdan. Ko'pincha ig'ir kasallikning sababi pasib kayfiyatdir. Kutinish, yangshing degan moda endi. Bu kutinish deganlik nuqul yaxshi yeb, yaxshi ishlar emas, balki mijoz kayfiyatni, g'ojuni yaxshi tutishni ko'rsatadi. O'zingizga kuchli ishonchingiz bo'lsa, chehringizdan kulimsirash uzilmasa, ish harakatingizda adab qoida yo'qolmasa, oddiy taqdirqingizdami nurlar jillanib turdi. Uchinchi, ta'limingizni haqqa o'tni qilmang. Ta'limingizni haqqa berib etmang demoqchida. Ta'linimi boshqalar elib ketalaydi. Ta'linni elib ketdi deganlik energiyangizni elib ketdi deganlikdir. Energiyangiz o'g'irlab ketilsa, ta'limingizni boshqalar elib ketalaydi. Undaqda energiya ham ta'limimizni qanday qo'g'daymiz? Bunda 3 nuqta orqali ta'limimizni qo'g'dayotganmiz. Birinchisi, boshqalarning datalamlariga yoki uchirgan qiyinchiliklarga haddan ziyoda istashlik qilib ketmang. Kimga baki istashlik qilib ketsangiz, shuning yingosi o'zingizga atilib qoladi. Yingosi degan buni qanday kelib chiqishi sana atilib qoldi demoqchimi yoki? Yingo degan aqibati sana atilib qoldimi? Yo'q, u natijasi oldida yinmi bor. Yin degan sabab natijasi. Sababni keltirib chiqaruvchimi? Sabab natijasiningki o'ydirib chiqaruvchi. Faransa. Zo'rin. Zo'rin. Xofin zo'rin. Zo'rin. Ig'vob qolasiz desan o'tkash. Uchinchisi, boshqalarning ko'z qarshiga ziyoda eslamang. Bo'lmasa ta'limingiz sizningki shu eslab olishingiz va orsalda jujerligingiz sababli eqib ketib qoladi. Ichki dunyoningizni kuchaytirib, puxta to'saq qurib chiqing. Passiv ta'sir ham uchurlarni shu to'saq bilan to'sab keling. Yurkingiz sadosiga quloq seling, butun vujudingiz bilan sizli bo'ling. Shundala baxt qushingiz uchib ketmaydi deydi. To'rtinchisi, siz umringizni uzun suzib qaraganda 30 yoshda omadingizning kelishi eng yaxshidir. 35 yoshdan keyingi omad haqiqiy omad hisoblandi. Yosh vaqtda tuyuqsiz qo'lga kelgan boylikni ko'pinchalar tutib qololmaydi. Qirg'anda kelgan omad u bo'lsa kechikib kelgan nasibidir.
siz onundan qanchalik bahramand bo'la olishingizmi natayin. Faqat o'ttirdiki bu bosqichda beshingizdan o'tish tegishli bo'lgan hayotning ochishlarini o'tkazib, tetib beqishga tegishli bo'lgan dunyoning vafosizligini tetib, bu dunyoni aniq tunib yetib, uning qoidalarini obdan bilib, dal mushu yoshda omad kelgan chaqda siz ondan o'talini haqiqiy tuta olasiz. 5. Bağan sır yaxshilanishning tiz yo'li o'zini yasab tuzashdir. Talay kaj bo'lsin mayli, lekin talatingiz kaj bo'lmasin. Odamning taliyi usti beshi bilan munosabatlik. Nimildi mayli, dunyoda tashqi qiyofatga qarab baho beradigan kishilar yanala nurg'un. So'z harakatingiz oliyjanob kishiga yarashsin, kiyinishingiz pastkashlarni besqitsin. Ko'pincha vaqtda kim xap yaqining hurmati odamdan burun, badanning hurmati ruhiy dunyodan burun bo'ldi. Qiyofat bilan qobiliyat bir-birini to'liqlaydi. Nocha. Qiyofatingiz qobiliyatingizdan ustunroq bo'lsin. Shuningda xatdan aylanib qolmaysiz. Albatta, bu jondoshlikka gap, Ammo jondoshlik qilmasak bo'lmaydi deb. Albatta qobiliyat yetarli ulab bo'lgandan keyin bu ish unchalar muhim bo'lmay qoldi. Masalan, Mahujayn har kuni latxayni kiyib yuriydi ham yerda. Lekin madada deb ataydigan odamlar yana nurg'un. Qilch ta'sir ko'rsatmaydi. O的以前没有兴趣的呗，我从来没有碰过钱的。 6. Bevosita sezimga jazman ahamiyat bering. Chunki u sizning qo'g'dug'ichingiz. Bir odamni samimiyatsizmi qandaq deb o'ylab qoldingiz yoki bir ishdan chatoq chiqarmi qandaq deb qarab qoldingiz, jazman to'xtab qoling. Maya divatqini tunji di jijwe, o'ylaqa jijwe bilan o'zinglarning renjiga bilmay turib nim qilgan narsani aralashtirib olmanglar. Lekin ma jijwenimi payon qilishga xil vaqt ketadi. Unda o'zinglar bilmay turib birsi 2 kun qo's 4 o'tgan desa, sizlar u 4 bo'lganligini bilmay turib, bunda sizning kallangizda ushlab turib, "Ya, mening jijwerim xato dedi, ya aralashmayman" desanglar, u chal bo'lmaydi. Bu jijweni yetildirishga xil vaqtlar ketadi. Lekin ko'pincha vaqtlarda bu jijwe degan narsa yanla bevosita tuyg'u degan narsa yanla bilim saviya bu narsalarni talab qilmaychi, u valida bo'lib qoladi. Bunday vaqtlarda jazman to'xtab qoling. Bu dal bevosita sezimninki, ya'ni jijweningki sizni qo'g'dayotgandir. Agar bu chaqdimi parvoyingiz palak bo'lib, bevosita tuyg'ungizga qarshi ish tutsangiz, shundan e'tiboran yuz beradigan barcha ishlar tegishli jazoingizdir. Cho'ng ishda sagak, kichik ishda amoqat bo'ling. Bevosita sezim deganlik ichki dunyongizning sizga bergan javobi. Ba'zida aqldanmi bakrak ishonchlidir. 7. Zo'r to'liqlash deb atiladigan, yana da bu bilmaysan, bilmang bo'ladi, kapta sho'rpsiysan, menda buvlik qildi degandiki, zo'r to'liqlash deb atiladigan bir xil usul bor. U bo'lsa-mu tog' va suvning ro'yi kuchidan muvofiq foydalanishdir. Eng oliy fazilat suvga o'xshaydi. Suv barliq mavjudotga foyda yetkazadi, lekin hech nimani talashib talab qilmaydi. Ham ko'pchilik yomon ko'radigan joylarda makonlashadi. Shaqirab oqqan suv dunyodagi barliq paskinchiliklarni yuvib ketalaydi. Shunga kayfiyatingiz tutuq vaqtlarda daryo, ko'l bo'yiga, dengiz sohiliga berib sayl qiling. Suv sizning g'am qayg'ularingizni eqitib ketsin. Tog'lar bo'lsa shamolni saqlab, ro'yi kuchni to'playdigan joy. U yerda ro'yi kuch mujassamlangan, hayotiy kuch o'zligidan to'liq bo'lgan bo'ladi. Shunga qalbingizda kuch-quvvat yetishmaganda yoki cho'nqur o'ylanishga to'g'ri kelganda taq chiqib sayl qiling. Osmon, zamin va tog'lar orasida yetilgan tabiiy ruhni sumring. 8. Zo'r omaddan boshqa. Zo'r omad deganimiz ta'yun deymiz mana. Zo'r omaddan boshqa tunush degani mana jinji, tunush deb misol turib anglab qolsanglar, jinji deb bilsanglar bo'ldi. Zo'r omaddan boshqa tunush hammani belgilaydi. Agar siz udan necha yil kasb muhabbat yoki kishilik munosabat yoki oila qatorliq har qaysi jihatlarda ishlaringiz o'ngishli bo'lmasa, hamda nemish qilmang oqmasa, hamda bu yerda cho'ng taqdirning ma'lum ta'sirini nazardan saqit qilib o'tgan ahvol ostida, Başta bo'laversa, undaqda qolgan sabab sizning hozirgi tunishingiz, hozirgi jinjiringiz va harakatingizda masala borligidandir. Haqiqiy tuyuqsiz uyg'onish degan hargizmi bu daqiqada va yuqori o'lchamdan kelgan bir ongning paydo bo'lishi emas, balki sizning o'z xatoligingizni his qila olishingiz va e'tirof qila olishingizdir. Shunga o'zini o'zgartirib qattiq ko'tarmoqchi bo'lgan do'stlar, sizlarning izlaydiganlar
sizlarni o'zgartiradigan ma'lum bir ishni qilish emas, balki faqat siz o'zingizlar o'zgarsangiz, qaysi ishni qilsanglarmi muvaffaqiyat qozonasizlar. Siz o'zingizning qayerda xatolashganingizni bilmasangiz, eng to'g'ri ishni qilsangizmi, yana xatolaysiz. Endi bu yerda demakchi, o'zingizning nachar ekanligini, o'zingizning sat ekanligini, o'zingizning xato ekanligini, o'zingizning bo'lolmaydiganligini, o'zingiz e'tirof qilishni xohlamaydigan, lekin ashta ishlarni e'tirof qilibetsangizlar, ne jo'shi, tuyda nima deydi? Ayun cho'ng omaddan boshqa barliq ishlarni jo'ydin qiladigan ish bo'lib qoldi ekan. Shunga o'zini tunish, o'zining xatoligini tunish, keyin o'zining harakatini tunish, ba'zi vaqtda shu o'zini maqtash, boshqalarni maqtashdimmi, nurg'un nima deymiz? Yaxshi. Yaxshi. Faqat sizning tunishingiz, rinjiringiz va harakatingiz qayta qurilgandilar, hayotlik yo'lingiz qaytadan boshlanadi. 9-chi Yijing ilmi. Mana Yijing deymiz, mana Yijing. Yijing ilmi nuqtasidan qaraganda bir odam o'ziga bo'lgan ishonchi va harakat kuchi kamchil bo'lsa, undaqda u o'zi ko'ktas setib olib, qamoq etishni boshlasa bo'ldi. Bu o'tni to'liqlash deb ataladi. Bu hissiyotsiz yolg'iz odam ko'proq yeshil o'simliklarni o'stirsa, tabiat bilan ko'proq uchrashsa, bu yog'ochni to'liqlash deb ataladi. Bu jismoniy va ro'y jihatdan nag'an, ro'yi jiddiylashgan odam sharoiti yer bersa, o'zingiz ko'ktat terib beqishni sinab baxsanglar bo'ladi. Bu tuproqni to'liqlash deb ataladi. Bu. Men saytir paqaya o'ylaga. Mijazi ikkilangach, qattiyligi kamchil odam o'zining chetini tushirib, chetini yasab sinab baxs bo'ldi. Ko'proq qo'l hunarmandchilik ishlari bilan shug'ullanib baxs bo'ldi. Bu metallni to'liqlash deb ataladi. Jin. Endi miyada yishvedagi 5 element bor, jin, jinmu, shui, tu, ho. degan 5 elementniki ma jin degani ben bayatni yapıp tekşürdüm. Burama bunu ettim. Bak cin degani herkes altındaki cin emas. Bu metal demekçi. Jinshu. Jinshu degandiki cin. Ben bu altındaki şuna Altın setib olib Çöğe cin deganlar altın kamken ben de altın alay deb bunda emas, metal demekçi. Bu cin degan. 5 xil metal deki metal. Metalni deb bo'ldi bu. Asan açıqlandıgan, təşvişlandıgan, diqqətini mərkəzləndirishi təs bo'lgan odam, ham shu jim o'tirib tafakkur qilib mingshan qilib bersa, uni kendan xattatliq ishlar bilan qilib bersa bo'ladi. Bu suvni to'liqlash deb ataladi. Bu shoy. Men mo'chaplab kelsa. Bu ne o'salar urib. Shunga men bu shoy qilsam bo'ldi. Men suvni to'liqlasam bo'ldi ekan. Dağız teleshtirib beqanlar do'stlar, sizlar nimani to'liq qilsanglar bo'ladi ekan. Filmni ko'rib bo'lib yoki kelganda ishonamanki cho'ng sonliq ma'lumot hargiz xatolashib kelib, bu filmni sizga uchratmaydi. Ehtiyojingiz bor, shunga sizga uchirdi. Inkas rayoniga yo'xa degan tilxatni qoldirib qo'ying. Texmi yaxshi o'zingiz bilan uchrashishingizga yordami bo'lsin. Dağızsa bugungi film mishada oxirlashdi. Denzan jonfa bir muncha ishlarni talab qilmaymiz, faqat oldimizga shu muzdakni qo'llab qo'ysanglar, burun 3 ta, hozir 4 bo'ldi. Muzdakni ushtirib qolsanglar, ichib qo'ysanglar, qo'llab qo'ysanglar, rasm yo'llab qo'ysanglar, bu bizga texim yordam bo'ldi. Chunki 2500 ko kidirdi emas, men bir sanda. Unda bo'lsa, kelar sanda ko'rishaylik. Xayr, xo'sh